Onasi? Ha, adasi oshxonada men kelavering. Qara onasi, senga nima olib keldim? Voy. Qayerdan oldingiz bularni? Yo, bu joydan oldingizmi, adasi? Yo, bu kim ehson qildimi? Yo'q, onasi. Kim ehson qilardi? Mahallaning boshidagi magazin bor-ku. Ya bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, bular nima? Aka, srog o'tib qopti narsalarni. Shularni tashlab yubordik. Buni olib ketsam bo'ladimi, aka? Aka, lekin shu uyda kuchi mushuli bo'lsa-chi zo'r bo'lardi. Aka, yeb yuborishadi. Rahmat, aka. Bemalol. Qara onasi, ichida balu, malaka, saski, hamma narsa. Nima bo'ldi onasi? Nimadir yoqmadimi senga? Yo, adasi, 2 soat oldin bolalaringiz ovqat deganing. Oshxonaga kirib, nima pishirishga hayron edim. Yetkazganiga shukr. Rizq haqida hamma o'ylashimiz kerak emas. O'zi qimirlagan jon borki, Allohning va'dasi bor. Rizqi meni zimmamda degan. Bolalarni chaqir, maza qilib olishsa, xursand bo'lishadi.